电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目《PayRadio 丝绸之路之声》，我是主持人李嘉德。我们正在进行的是本栏目的第二阶段，也是对决赛。Salam ekran aldidagi aziz görmənlər, naq meydandagi bağlıqçılar, ushbu damlarda diqqətinizdə bolayotqani Ürümçi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Buğra Mədəniyyət Taqiti çəkiliş şərikdə birlikdə uyushturgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi PayRadio Ipak Guli sadasi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. 5. qarar PayRadio Ipak Guli sadasi programmamizning İkinci halqısida növbətdə diqqətinizdə bulduğunu proqramımızın bəyge basqıçı. Yəni bəyge basqıçıda hər bir qrupdakı mayırlar öz qrupisidagi rəqabətləşkiçilər bilan birlikdə mana shu sahnada naqş etdi. Hamda ən axırda ustozlar ularga nisbatan o'zining tavsiyasi va qarorini berdi. Qadrli do'stlar, albatta bizning bugungi programmamizga yana avvalgidek suyumlik, möhtaram bo'lgan baholovchilarimizni, yetakchilarimizni alayda taklif etib oldik. Hurmat ilikida ana shu suyumlik mehmonlarimizni sizlarga tunishtirib o'tishni to'g'ri topdim. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partikom Təşviqat Bölümü Sabıq Muavin Küzətküçüsü Şinjanxua efendim, Şinjanxua malum qarşı aldınız. Dövlətlik birinci dərəcəlik artist, danlıq naqşçı, Şinjan Moda Musiqi Cəmiyyətinin muavin başlığı, İpək Yolu Sadası proqramısının baş ustazı, hörmətlik Abdullah Abdurrahim efendim, xuş gəlibsiz. Dövlətlik birinci dərəcəlik kompozitor, ataqlıq naqşçı, Şinjan Moda Musiqi Cəmiyyətinin muavin başlığı, mədəniyyət kəsbidəki başlamçı ixtisas egisi, mutaxəs Ablat Abdikim efendim, xuş gəlibsiz. Şinjan Sənət Şöhrətinin naqşı oxutucusu, lektor Ayşegül Muhammed Muallim, xuş gəlibsiz. Şinjan Sənət Şöhrətinin yaş naqşı oxutucusu, yuqori ovozliq ayol naqşçı Aygül G'ulam xonim qarshi olamiz. Zamonaviy musiqichiligimizdagi yangi yo'l ochqichi, yosh kompozitor, naqshchi, Mevlana ansamblining qurg'uvchisi Mevlan Mamtumin efendim, xush kelibsiz. Xo'sh, ekran oldidagi suyumli ko'rmanlar, sizlar betoqatlik ilikida kutayotgan baygi bosqichimiz hozir boshlanish oldida turdi. Navbatda musobaqaga tushish oldida turayotgan mayirlarimiz bo'lsa, Toshqin gruppasidan, ya'ni Ablat Abdikim ustozning gruppasidan yetib keldi. Hayajon ilikida mayirlarimizni sahnamizga taklif etamiz. Biz Vohi vada Zugo degan naqshimiz orqali mush bugungi bizniki Pekin holatdagi ikkinchi bosqich musobaqamizni mush naqshimiz bilan boshlashni loyiq topdik. Bo'ldi muallim, Toshqin gruppasining bu sovg'asini bizmi anglashga betoqat bo'lyapmiz. Qani mayirlar, sahnamizga marhamat.走到哪里，都流出一首赞歌。我歌唱每一座高山，我歌唱每一条河。袅袅炊烟，小小村落，路上一道针。我最亲爱的祖国，着你的心窝，你用你那母亲的脉搏和我诉说。我的祖国和我，像海和浪花一朵，浪是那海的池子，海是那浪的依托。每当大海在微笑，我就是小的漩涡，我分担着海的忧愁，分享海的欢乐。我最亲
亲爱的祖国，你是大海永不干涸，永远给我你朗醒我心中的歌。我最亲爱的祖国，你是大海永不干涸，永远给我你朗醒我心中的歌，永远给我你朗醒我心中的歌。 Hammanglarga rahmat. Biz bugungi musobaqaning oldida partiyamizga, vatanimizga bo'lgan minnatdorligimizni o'zimizning naqsi orqali ifodalab oldik. Endi bizningki guruhlar bo'yicha musobaqamiz rasmiy boshlandi. Ipak yo'li sadosi programmasininki musobaqa qoidasi bo'yicha bugun mushu 16 o'quvchidan cho'qim 8inglar qilib 8inglar chiqib qolasizlar. Lekin mushu 16inglar hammanglar mangu mening o'quvchim. Shunga bugun biz bu yerda çoxum həmməylərin özümüzdənki ən yaxşı bolğan royaltını, ən yaxşı bolğan maharetini həmkarlıq üstüdə yaxşı cari qıldırıb, faqat xalqqa yaxşı bir sənət, yaxşı bir mənevi uzuq ata qilishni asas qılımız. Bizdənki şuarımız dostluq birinci, musabaqa ikinci. Rahmat sizlarga. Acha teringizni da yaxshi. Qo'y rahmat ukam, rahmat. Men Paridiyaning bir yurish maslahatlarini ishlatyapman. Sizga men ep qo'ygandim, sizga so'rab qolay. Rahmat. Suyetning xasi ruyesi. Rahmat Achabek anglagandim Paridiyani yaxshi deb. Rahmat. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavidio sodichaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Keremcan, sizning xabaringiz bormi, shu Paridio 5-qara Ipak yo'li sadosi hozir elib berilib, dastlabki bosqich o'rindiq aylantirib, 16 mayirni guruhga qabul qilib oldik endi. To'g'ri. Endi navbatda oldimizda hozir shu ikkinchi bosqichda o'zaro 16 baldan 8ni tanlash musobaqa shakli elib beriladi. Shu musobaqamizning tartibida bu bosqichga kelganda bizda bir arzu yetakchi ustoz degan bir o'rin bo'ladi. Bu o'ringa men sizni taklif etaman. Rahmat aka. Siz endi shu vazifani ustingizga elib, men bilan birlikda mush bolaning umumiy ahvoliga asosan bir guruhlash, naqsh taqsim qilish, andan bulan yetaklash xizmatlaridan menga bir yordamlashib o'zingizning kuchingizni aymag'aysiz. Chattaq yo'q aka. Rahmat. Endi qarasangiz bu balada 16 bolaning ichida bizda faqat 2 qiz naqshchi bor. Bunu gruplaşda endi men dastlabda ishtikli o'ylig'im endi bu bir jup qizni ayirib boshqa o'g'il bolalar bilan peki qilib yurishning o'rni yo'q. Ishkili bo'lgandan keyin bu o'zigidan tabiiy aldili bu bir guruhlashib qoladi endi. Endi Nuriy Mangulning tajribasi orqali Atigulni yetaklab olsa bo'ladi. Bu bir o'rganish to'g'ri. Mening berilgan maslahatim bu bolalardagi raqobat hissiyatini sustlashtirib, biz hamkorlik hissiyatiga kelsak, mushta pishqan naqsh bilan yosh bolalar birga kelsa, birsi-birsini yetaklab, to'g'ri. Texmo yaxshi naqsh o'rindishida, o'rganish qilishida menimcha texmo foydasi bo'ldi deb o'yladim. Yaxshi o'ylabsiz. To'g'ri. Tunji bo'lib sahnaga chiqadigan bizning guruhining bir guruhi mahirlarimiz Nuriy Mangul Ablat bilan Atugul Yusuf. 大家好，我叫努尔曼古里阿布莱提。Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men ismim Nuriy Mangul Ablat. 大家好，我叫Atikuli Yusuf. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men ismim Atigul Yusuf. Men Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashgandan keyin buni televizorda tarqatganda mening idoramda, oilamda, hatto qo'lim qo'shnilarimning ishi nihoyat yaxshi inkas bo'ldi. Nuriy Mangul odam bilan ishimiz bir yutliq, azaldan tanishatdik. Ham adamga azaldilla kasbiy jihatda bo'lsin yoki axloq jihatda bo'lsin har qaysi jihatlardan qoyil edim. Bu qatam taxmi qoyil bo'ldim.
Bam 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 da 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 dang. Yaxşı, yaxşı. Şunda abdan. Bam 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 ba 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 bam. Bir şey gelgende şu bay değiştik emas mı? Bu şu biri okşaş mısra. Tiksmi okşaş bir yer şimdi ama aha mı okşaş? Kızılın tallaydı. Birincisi de Kızılın tallaydı. Bu şimdi aldık mı? İkincisi de Kızılın tal. Bu şimdi özgersek bulan mı mamda? Doğru mu? Okşaş aha. Okşaş ağın, okşaş tekiz. İki katım tekrar kilovatqa vaqtda biz birincisinden okşamaydigan biri. Meyli Ablatmalım bolsun, meyli Nurimanguladan bolsun, ikilisi iki tarafdan men yordamlarni qilib, naqshlarni puraq şive elish jihatlarda nayt yaxshi yo'llarni ko'rsatdi. Bu singlim bilan biz chuqum sahnada o'zimizniki eng yaxshi holatimiz bilan naqshini muvaffaqiyatli tamomlab tushimiz deb o'ylayman. Men sizga har qaysi jihatlardan qoyil, o'zimmo sizning keyiningizdan ergishib, bundan keyin yaxshi natijalarni qo'lga keltirish uchun tirishima, birlikda tirishaylik. Atigul singlim, sizning bu naqshini ishonch bilan yaxshi aytishingizga ishonaman. Rolingizni eng yaxshi joriy qildiring. Biz birlikda tirishaylik. Tabiiylik ve saflıqni asas qilib ishlangan mahsulotlar har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb sifatlangan Xinjiang Payvideo xalqaro savdo cheklik shirkati programmamizning tajdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan e'lonsiz, suzuk va sarxil programmalar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qildi. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi Tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari, shunaqla tortuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bundan boshqa programmamizga sarton olg'achish pasti qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangnur Biofan Texnika cheklik shirkati alohida yordam berdi. Biz mana shu munosabat bilan programmamizni izchil turda qo'llab kelayotgan korxonalarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali mayirlarga omad tilaydi.
içip kaldın mı? Ben şu yaşan yanak süt içimligini alımen dep birimizge birden. İşte birimiz birden içeyli. Bak. Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırı sahasındakı qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çekli Şirketi Mayırlağa amet tileydi. Xo'sh, ko'rman do'stlar, naqfaylandiki, hurmat yetakchi ustozlar. Yuqorida mana Leylagul, Qizilgullarning aytgan chiroyli naqshlari yuraklarimizga ajoyib chiroyli izlarni soldi. Zo'qlandik, huzur topdik, rahmat sizlarga. Sahna uchun ajr berganliklaringizdan minnatdor bo'ldik. Rahmat sizlarga. Uloq yuqorida Toshqin gruppasidagi bu suyumlik 2 nafar mayirimiz o'z naqshlarini ijro qilib bo'lib, amdidagi paytlarda sizlar uchun bizning ustozlarimiz qanday bir bahosini berdi ekan? Haldi bilan Mevlana efendim, sizning hayajon ilikida o'ltirib, o'rningizni qo'yib ketay degan bir holatda mushu naqshga quloq solayotgan kayfiyatingizdan bu naqshning sizga yarg'anligini his qila oldik. Ko'rmanlarmi cho'qim mendek bir tuyg'u bo'ldi deb o'ylayman. Mushu naqshni anlagandan keyingi hissiyotingiz, ang o'magan chaqda kimga qoyilligingiz bordi, shuni bizga deb bersangiz. Bu naqshni aytdi katta, chiroyli o'rindaldi. Ondan ikki mayirningmi o'ziga xosligi hali alayda, anglapla bilinarlik. Nurmangul bu naqshining mundaq inchki puroqlarini to'liq elib mundaq aytdi. Nurmangulning ovozida bir xil yumshoqlik, nafislik bor deyishga bo'ldi. Ondan Otigulning ovozida shundaq bir yangroqlik bor ekan. Kangirlik bor, tabiiylik bor. Ma Nurmangulnikiga o'xshash bek tafsili bo'lmasimi, yana shundaq bir go'zallik bor. Naqshimi joyida mening o'zimning birdigan bahoyim bularda yanada meningcha yuqori tuvanlik farqi yo'q deb o'ylayman. Menga Otigulning ovozi bizning kona ustoz naqshchilarni, mush naqshni o'z vaqtida aytgan kona ustoz naqshchilarni sal eslatdi. Shaxsan men Otigulni tavsiya etaman. Rahmat, xursand bo'ldik. Ayşegül muallim ilgili bu naqshni aytib baqqan qo'dayman. Balkim jiq aytgan, ham bizim ekranlarda ko'rganimiz yodimizda bor. Shunday. Ayşegül muallim mushu 2 nafar mayirimizning naqshini anglagandan keyin sizda qanday bir mayillish paydo bo'lgandi? Bu Leylagul bizning xalq naqshlarimiz, bizda hozir mana Ablat ustoz biladi, boshqalar biladi. San'atni varislik qiladigan san'at va anikim taraqqi qiladigan san'at deb ikki yo'lga bo'lyotdi. Varislik qiladigan san'at dal bizning xalq naqshlarimiz. Şunaq. Çünki biz bu xalq naqshini xalqni dugunimiz, puroqchatda biz xalqqa yetemaymiz. Çünki xalq ichilik san'atkorlarga yetemaymiz demoqchiman-da. Endi hozir ikki mayir bir-biridan shunda qaltis ijro qildi. Masalan, bu qiz bizda muqamda o'qib, keyin ma'lum bir sabablardan ketib qoldingiz. Lekin shundaqdimi bu kasbni davomli qilib keldi. Endi bizning varislik qiladigan san'atimiz bo'yicha baho bersak, Otigul. Men Otigulni tanlayman. Lekin biroq amijatda Nuriman shuna qaltis oldi. Lekin Otigulda bir xil yovliq bor. Aygul xonim. Bu ikki mayirni ko'rgandan keyin menda xuddi bir ko'z oldimga bir o'g'il, bir qiz. O'g'il bolam shu Leylagulni tasvirlab, Leylagulning go'zalligi, lavlardan bir suv ichkisi borligini, choy ichkisi borligini tasvirlagandek. Yana bir qiz u rolda o'zining nozikligi, latofatligini ifodalayotdi-da. Hamda xuddi shu Otigulni deb aytsaqmi, xuddi bir erkaklardek shundoq jasorat, kuch, Otoyda yosinib kelgan o'zga tushmasini erkishiga o'xshatyapti. Siz olsammi, o'g'il oldik yashayman. Market yaxshi-ku. Shu kuchi chiqib turibdi ovozidan. Nurimanguldagi elastiklik, yumshoqlik, rasmiy ayollarga xos nazokat chiqib turibdi ovozidan. Men o'yladim, endi Nurimangulga shu istrodni zamonaviy uslubdagi naqshlar, yana ommabop uslubdagi naqshlar bekroq tushadigandak. Men naqshga nisbatan Otigulning ovoziga Leylagul haqiqatan bek tushgandek his qildim. Mening tavsiyalarim bo'lsa Otigul. Xo'sh, bunoqda ustoz Abdulla efendim, sizning navbatdagi tavsiyangiz? Shundoq shu ustoz bolalar degandek alayda cho'ng farq yo'q bu ikki o'quvchimizda-chi. Shingyin ye yo'q. Xinshang. Biz ovozimizdan foydalanib obraz yaratamiz ba'zida. Masalan bizni o'zimizda ko'rmagan holatda ovozimizdan ma'lum obrazlarni his qilish mumkin. Ustozlar boya dedi-ku,
bu gerçi Leyligül degan bir kishi aytadigan naqsh o'xshaydi bu-chu asli shundaqku Ayshigul. Leyligül davatidi. Bir qizga aytyapti bu kishi aytadigan naqsh. Afsuski bu naqshni kishi aytmoqni hozir kelguncha. Aytsaqmi biz so'rinlarda aytamiz Leyligül deb. Lekin bu sanlarda men ko'pincha qizlarning ustoz hadlarimizning aytqinini anglagan. Ma ikki qizimizmi shu hisobda shu bizning ustoz hadlarimizga varislik qilib, shundami aka? Shu naqshini Leyligülni yana chiroyli aytdi. Avu Atigülni demakchi bo'lgani ustozlarning ovozida yigitlarga xos obraz, merdanlik bor. Merdanlik chiqyapti, ovozdagi bir obraz dedi. Endi bu Nurimangulning ovozi teximiz siliq. Leyligül aşağı o'xshaydi qaraganda. Leyligül aşağı o'xshaydi. Leyligulim. Taşvay o'xshaydi. Taşvay mo'shda. Ishkinglar shunda bir bizga yaxshi bir o'yin qo'yib berdinglar. Endi bizning asosli maqsadimiz dal bugungi o'quvchilarimizga o'xshash ratlik, ajoyib bir qoida usulliq, obrazliq, chiroyli o'sha asarlarimiz bilan xalqni yuz ko'rishtirish. Tertipmi şunun içinde arkadaşlar mı? Her qandaq bir sorunun öz qaydı yusunu tertipi buldu. Kim şununla bekrek dikkat qısa, şununla köprek ecir qısa qara. Bu üzünü köstüdü tamaş billah. Bilidi bunu men de körüp ma. İşki kızımızdan qara bugün bir-birge beqishlari shuncha Leyligül bilan Taşvayda. Ya da bir-birge muhabbetlik. Bir-birge hürmet, izzat bo'lib turibdi. Voy bu gerçi bizim etini musabaqa deb qo'ygan bilan bu bizning xalqimizga beg'ishlayotgan bir orom edish fursatimiz. Yula vejuda yiga. Pa women dajada jing ninglangda yiga. Bu tay. Şunu biz buni haliqi ig'ir musobaqa yengilib ketsam qanday qilaman? Demay, bugun men cho'qim bir naqshini xalqqa sunadigan bo'ldim. Deb bunu bir fırsat o'ylasak, chiqin xoydi. So'yi men endi tavsiya masalasiga kelsam, Ablat muallimning keyingi ishlariga, ya'ni musobaqaning davomiga texmi foydaliroq, balkim 0.1% tuvan ya yuqori nomer bilan men Nurimangulni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Rahmat.那最后再来让我们一起来听一下沈老师的评价。 Tavsiyam yana shu Atigul. Atigulni tavsiya qilasiz. Buludu, rahmat, xursand bo'ldik muallim. Rahmat sizga. Ganşenin. Ablat efendim. Nima sababdan ikki mayirni, ya'ni ikki ayol naqshini bir guruh qilib qo'yishni o'ylab qolgansiz? Ajab o'xshabdi bu to'g'ach, o'stan bo'yida to'g'ach. Ajab pek tatliq etildi bu naqsha, ikki isil mayir bir bu etqash. Shuning uchun bularni bir guruh qilgan. Birisi bu sabab, ikkinchisi bular bizning guruhimizning bir jup guli. Shunaq. Ammo ikki talla qizimiz bor-da bizning guruhda, 16 bolaning ichida. Bu bir ikkinchi sabab. Sababchiq bir boshdan sanaydi. Barmoq yetmaydi. Üçüncü sebep, hem de hemimizge ma'lum bizniki Nurimangul bizniki oldingi bosqich musobaqada 4 ustozniki to'liq mayligini qo'lga keltirib bizning guruhga qatilgan bir mayir. Shunaq. Uchoqdagi ifodazim shunda alohida yaxshi. Atigul hamda ma'lum sabablar bilan naqshini to'g'ri tanlay olmaslik va tajribasizlik. Chunki Atigul taxa maktab o'qish bitimida o'qiyotdi oxirgi yili bu. Shundaqmi? Shundaq bir taxa tajribasizlik, taxa balalik shundaq bir savalliklar bilan naqshini to'g'ri tanlay olmas sabab bilan hech qaysi o'qituvchiniki mayligi erishilmay Abdulla akamningki bir fursat berish bilan bizning guruhga qatilgan bir Atigulimiz bu. Nurimangul baya Abdulla akam ustoz aytganidek qayanqi salsak shudu. Hamda Atigul taxa hamda o'qish bitirdi ekan bu yil bu qizimizning so'g'a vaqtda men shu milliychi naqshiniroq aytib tursam bo'ladi. Taxı o amma bab uslubki naqshlar bek oldimdan qilib bulanmagan degan ekan. Biz bu guruhda bu bir tal gullarimizni ayirib ikki yoki boshqa guruh bilan qilishning o'rni yo'q. Shu bir jup gul birga chiqsin. Anda olsa biz Atigul qizimizni asos qilib turib, bu xalq naqshini asos qilib tanlayli. Fikringiz bormi Nurimangul desam fikrim yo'q dedi. Bu shunaq ikkilisining o'zaro shu ixtiyorligi bilan biz bu naqshni tanladik. Bu ikkilanni bir guruh qilishdagi sabab
Larniki mazmuni mishada. Endi bu naqshiga kelsak, buni biz san'at nuqtasidan qarab, naqshi ijro qilib o'zining shu naqsh aytishga mahoratini bir ijro qilib yetkazish bir vositasi sifatida to'nib bu asarni bu ishga bu yana qizlarimizga topshirdik. Bizningki guruhning maylarimiz qo'yayotgan talab bugungisi garchi musobaqa bo'lsa-mu, hammaylar bir qatimliq o'yin, bir konsert sahnasida men tomoshabinlarimga o'zimning eng yaxshi mahoratim bilan ashulaq bir badiiy zavq, san'at zavqi ato qilaman degan shu bir his tuyg'uni namoyon qilish talabini o'tirib qo'ygan. Bu ishga sahnaga chiqqandan tortib naqshni to'liq ijro qilguncha shundoq shu kutgunimdek ijro qildi. Shaxsan men intayin hayajonlanib aram o'tdim. Qolgan ustozlarimizniki ko'pinchisi Atigulni tavsiya qildi. Bu Atigulga biz mush guruh ichidagi eng zo'r ilgirlash mukofotini biz Atigulga berib qo'ydik. Sababi birmi ustozning mayliga erishamaslikdan hozir mana nayda pishqan yaxshi bir naqshchidan tuzuk cho'ng farq bo'lmagan ahvoldagi farq bilan tavsiya qilishlar. Hattoki ba'zilarniki udul shu Atigulni tavsiya qilishni borat, mushundaq bir katta bir natija utuq hozir Atigulga meningcha nayda alomat bir quchog'ini ochdi. Shundaymi? Bundan keyingi bosqichlardagi eg'ir vazifalarni men bilan birga elib men ketarlashishdan iborat mushu nuqta bo'yicha mening oxirgi qarorim tanlashim. taqitib kirim qila olasiz. İzlash tarjimoni davlat o'rtaq til yozig'i o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzlash kirgizgich qolaylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Öz əcri bilan hayotiy kuchi urg'ib turgan. Davlatning yeşil yemeklik ijozatnomasiga erishgan. Har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing dorigarlik tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yong'oq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yong'oq quvvat ichimliklari. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün Everest'e elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Sertan algıç pastası qatarlıq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Nurimangul. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Nurimangul'u kutlaymiz. Mübarek olsun. Sizde acamdek talantlı naqsh bilan mishada mush naqshni yaxshi ijro qilib, sizning yaxshi talab fikringizga erishgan ekan. Bugun men bek rost baxtlik. Oldin qatimi baxtlikdim. Ma qatim taximi baxtlik rost.
Atigül'ün hazır közü nemdeldi. Hayacanlandı. Hakikaten jürkiden çıkarıp özünün adısını kutlukladı. Muşu minan çoğançalı bizden kömekçi boğunumuz. Hazır dediğin kandak jürek sözdürünüz ba. Aldı bilen, aldın qatımı bana fırsat vergen, hemen köpten köp rahmet. Bu qatımı meşk qilish jarayonida bo'lsin yoki boshqa jihatlarda bo'lsin, men haqiqatan ko'nglim bek illidi. Biz meşk paylayan qilgan jarayondami, ma'lum meni shunda g'ayrat qiling, yaxshi deb turdi. Uning ustiga bu naqshimi asosligi meni deb tanlangan. Meni ayliqi boshqalar kichik bo'lganiki, bu zaki bunda bo'lib qolmasin deb, ma'lum eng burun menlam o'ylagan. Acamning bunday qaraladimi, texmi o'zininki yaxshi asarlarni sahnada barliq qilib xalqimizga so'nishini umid qilaman. Men davomli avlatmanni o'quvchisi. Isil. Biz davomli birga. Rahmat Atigül, albatta sizning bugun kichikgina o'ng'izsizligingiz badliga och tepapsiz, ustoz tepapsiz, texmi muhimi, mushu o'ng'izsizlikdan yaxshi natijalarni qanotlantiribsiz. Buning o'zi sizdan cho'ng bir g'alabingiz, muvaffaqiyatingiz. Bundan aqlasa ustozlar bilan xo'shlashib oling, sizga omad tilaymiz. Texmi yaxshi sahnalar sizni kutamiz. Rahmat muallim. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz shuna g'amima. İnsan degan hamon Adaş bak yere kütüpsen qo'a. Adaş yaqindan yoqqa yuqam yaxshi emas. Qanday qilsam bo'ladi? Menda qara. Paridioning bir ichimligi bor degina, jigan yaxshilarda uyqonga bak yaxshi foydasi bor buning. Sen shuni ichib bir sinab baqa. Ma'qul adaş. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Bizning guruhda ko'p millat tarkib topgan. Bir millatlar ittifoqligi cho'ng oilasi deyishga bo'ladi. Mana navbatda Narsung degan bir mayrimiz var, o'zi Mongol. Buning bilan qarab baqsangiz kimlik bir yerga ekansak ular. Narsung bilan menimcha Ilyas Tursun kasi bilan kelib. Ilyas Tursun, maqana Ilyas Tursun, Ilyas Tursun. Ikkilisi yosh. Har xil uslublarning uydusidan chiqa oladigandak ko'rinuvchi bu bolalar. Narsungniki oldingi bosqichdagi aytgan naqsi bilan Ilyasniki oldingi bosqichda aytgan naqsh xarakterimi asosan bir yerga keldi. Bu fikringizga men qo'shilaman. Bu ikkisi bir guruh bo'lsa, ishtiqli bir yerga keladi. Naqsh tanlashdimi, bizda bak cho'ng qiyinlish bo'lib ketmaydi. Xo'p, shunday bo'lsin. Navbatda endi sahnamizda bo'ladigini Ilyas Tursun bilan Narsung. 大家好，我是伊利亚斯托尔逊。Ko'pchilik yaxshimisilar, mening ismim Ilyas Tursun. 大家好，我是纳尔松诺尔兰。 Hipek sadasining birinchi bosqichi аяqlashgandan keyin, televizorlarda, to'rlarda qo'yilgandan keyin, bo'libmi cho'nglarniki menga bo'lgan inkoslar cho'ng bo'ldi. 自海选播出之后，我和我的家人以及工作伙伴观看了我的演唱过程以及四位导师对我的肯定。 Bu qatam Abdul Ustozniki guruhga kirgandan keyin bizdagi bor bo'lgan inchki nuqsonlarni yaxshi bartaraf qildi ham. Naqshli misralardagi hissiyotlar bo'lsin, inchki puroqlar bo'lsin, ovoz chiqarishdiki, hatto sahnada qanday turish, mikrofon qanday elishdiki va inchki nuqtalarni yaxshi bizga so'zlab tushuntirib qo'ydi. 尤其是刚才那个你在那个唱主旋律的时候，你在那个飘的那个一个自由版的那种一个即兴 solo 性的那种一个合作，非常非常棒。台上也能希望就现在这个情绪保持好这个现在这个水平。这首歌不论是在情感上和演唱上面，我的老师对我们也是给我们了很多的建议和帮助。 Narsung degan gapim biz bizniki naqshimizni sahnada intayin yaxshi o'rindab chiqishimizga tirishaylik. 最后呢，我也衷心的祝福我的对手伊利亚斯以及我们同组的所有成员在此次比赛中取得好的成绩。 Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, har navbatlik İpek Yolu Sadasi programmasi qatnashib natijaga erishgan mayirlarimizning imtiyozlari ajoyib katta bo'lyotdi. Undaqda 5-qaror Pavideo İpek Yolu Sadasi programmasida natijaga erishgan mayirlarimizning mukofot buyumlari zodi nimidir?
Birinci bo'lgan mayerimizga Şinjan Payvideo Xalqaro savdo cheklik şirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobilni tartib qiladi. Albatta mukofotlarimiz intayin qaltis. İkinci bo'lgan mayerimizni Şinjan Bilikyar Elektron Pantexnika cheklik şirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. G'ayrat qilinglar. 3-darajalik mukofotga erishgan mayerni Şinjan Yashin tibbiy dorigarlik cheklik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4-darajalik mukofotga erishgan mayerni Beyjan Tashqin Xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. Albatta yana 5-chi bo'lgan mayerimizga ko'ngil so'g'ilirimiz bor. U bo'lsa-mu Şinjan Yangnur Biopantexnika cheklik şirkati 5-chi bo'lgan mayerimizni 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Shunlashqa mayerlarimizning mana shu katta imtiyozlarga erishish uchun yana davomli turda tirishchilik ko'rsatishini, eng yaxshi mahoratini, eng qaltis holatini bu nurliq sahnamizda namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Beyjing Tashqin Xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartiq yurishlik qo'lolari mayerlarimizga omad tilaydi.的小船悠悠，是那冬年的阿娇。阿娇摇着船，唱着那古老的歌谣，歌声随风飘，飘到我的脸上，脸上淌着泪。像那条弯弯的河水，弯弯的河水流啊，流进我的心上。的月亮，只为那今天的村庄，还唱着过去的歌谣。故乡的月亮，你那弯弯的忧伤，穿透了我的胸膛。空有一个弯弯的月亮，弯弯的月亮下面是那弯弯的小桥，小桥的旁边有一条弯弯的小船，弯弯的小船悠悠，
是那童年的阿娇，阿娇摇着船，唱着那古老的歌谣，歌声随风飘，飘到我的脸上，脸上淌着泪，像那条弯弯的河水，弯弯的河水流啊，流进我的心上。Afgan mashqlar qandaroq? Yaxshi, yaxshi. Horg'in ko'rinasiz go. Toza uyqum yaxshi emas kechidan. Bearamchilik bor. Bu uyquni yaxshilab horg'inlikni tugitadi. Sartan olga ichimlikni shuni iste'mol qilib baqing. Nima qilaman voy? Men bu doim iste'mol qilaman. Mening ekan bu bugun kayfiyatim naqli kelgan ekansa. Xudo shutay buni. Sertan algaç pastisi qatarlıq patentlik ali mahsulotlar bilan olqishga erishgan Şinjan Yangi Nur Biopan texnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Xo'sh, suyimli ustozlar, har millat san'at moysilari big' surgan mana shu chiroyli, suyimli sahnamizda bugun Narsin bilan İlyas bizga birlikda davlat tilida ajoyib chiroyli bir naqshni hadiya qildi. Bu naqshdan biz muhabbatni his qildik. Ham shundoqla sizlarning sahnadagi qiyofatinglardan naqsh aytayotgan chog'da bir-biringlarga beqib turib, bir-biringlarga hurmat bildirishlaringlardan inoqlikni, ittifoqlikni his qildik. Rahmat sizlarga. Eng oxirgi qarorni biz anglashdan ilgari yana davomli ustozlarning bahosini olaymiz. Aygul muallim. Naqshi kasbi bu bir odamda did talab qiladi-chu. Başdan oyoq mushu asarni mayli akkord ilish bo'lsin, mayli o'rinlash jihati bo'lsin, mayli bizning to'van ovozlarimiz, yuqori ovozlarimiz hammani bir siziq, bir yo'lda bir mukammal to'liq o'rinlash uchun bir did talab qiladi. Endi ma ishkalarni o'rinlashdilqi, endi bir viyacha payzovoz chiqdi deb o'xsham boshqacha bir narsa chiqib qoldi. Voy, isitma ovoz qiyib ketdi-ku deb yana bir go'zal narsalarni umid qilib qo'yguncha yana boshqa bir ishlar bo'lib qoldi-chu. Boshdan oyoq men bir to'liq bir deb bir aduğum chiqqan bir narsa bo'lmay qoldi. Endi men hozir so'zsam gapbak chiqlab ketadi. Men tavsiyarim desam qog'ini Ablat muallim sizlarga deb berdi. Ablat. Xo'sh. Mening tavsiyarim Narsin. Rahmat. Buldundaqda Mevlana efendim. İki mayirimizga rahmat. Nayt yaxshi, chiroyli aytib berdi bu naqshini. Narsinning aytishini sal bakroq yaxshi ko'rdim. İlyas sal jiddiylashdingmi yoki nimish? Sal. Mening bakroq diqqat qilganim ikkalarning ro'yi oldi-chu. Narsinning Nayt azadroq bir ro'ylatda, uni keyin İlyas inim sal jiddiylashdimi? Bular ben eng oxirdagi akkord oldiga yerda sen ya yaxshi egallanmay qoldingmi yo jiddiylashining sababimi kichikgina maslashmas paydo bo'lib ketib qoldi. Lekin umumiy jihatdan yaxshi, rahmat sizlarga. Mening tavsiyarim Narsin. Narsin. Hadi. Aygul muallim sizning tavsiyangiz? Aslında şu ben demek çoğan gepti Mevlam malım dedi. Aşılık Narsin'nin ki avazdan his qalırımne ve Narsin'nin ki şu icradan his qalırımne benden bunu iştikçi ketdi derdi. Şu. Andikin akord iliş ve akordlarını azmay ilişin bir kabiliyetçi. Şunda. Şuna asasen akorddan hemen Narsin azmay tazmay evatıdı. Şunun kadar benim o tavsiyerim Narsin. Rahmat. 什么的？这个你们用国家通用语言唱国家的这个经典歌曲，对，唱得非常好啊，很难听得出是咱们学校的学生唱的。是的啊，像明星一样啊，这个他们的感情也非常到位，是啊，感情也非常到位。从业务的角度来讲，几个老师的评语，我觉得非常中肯。我的感受呢，就是练习还没有达到应有的高度。对啊，就是练的少了一点。是，但是你们的音质非常好啊，音质非常好，唱得非常好。这个用国语唱经典歌曲，这是我们提倡的。希望大家继续努力。我还是推荐
这个哪儿松他唱的还是更全面一些。好，那我们接下来听一下阿卜杜拉老师的评语。老师们说的都特别对，希望你们以后的这个学习当中呢，在注意这些方面的这个该注意的那些方面的事情啊。当然哪儿松唱的也好，发挥的也好，他在舞台上的这个表现各个方面很好，然后也可以再发挥这个，因为这一首歌要2个人唱的话，给我们的感觉是同一个人在唱这首歌的一个感觉是对的，但是实际呢，一个人的嗓音和一个人的嗓音是不一样的，肯定是的，一个是高的比较高，低的比较低，他的亮一点，你的稍微暗一点，是这样的。所以尽量的靠我们内心的东西要结合这个东西，这方面呢纳尔森做得好。按照纳什达耶呢，我们蒙古族不是有那个特点，长调阿西奈斯那么qo'shiq qilib bo'ladi，这样更好更漂亮，因为毕竟2个人在唱，2种感觉结合，也可以加一些我们民族的东西，我们这个刘欢老师也不会生气的，这个可以发挥的时候发挥。İlyas balımızmı turaqlıq ig'rivesiq balka. Men mushuni to'yjan qilma. Rahmat. Biz eng oxirgi qarar so'zni yana bizning ishkini parmayimizning bevosita yetakchisi Ablat ustozini anglab boqaylik. Ablat muallim. 怎么说呢？这个我们组的这位组合，这位2位组合也是就是互相让，就是为了这一关的这个 PK 圆满进行吧。那松是比较有经验，Elias 还是年纪比较小嘛，刚毕业，还是缺少一些经验。今天确实有一点紧张。Elias 比那个排练的那个过程发挥比现在还好得多。今天就是刚开始有一点紧张，第2段开始稍找了自己的位置。PK 2个人一起合作唱一首歌嘛，所以就是和声2个声部的部分基本有，所以这个刚才老师们也说了，就是这个2个声部同时发声，没有那个偏低偏高的那种把握，非常有难度的一件事。刚才那个老师们说的那个纳尔松的那个蒙古族的那些有些特色，他应该有。刚才他该是唱那个特色的时候，音色稍微不听他的话，所以他就靠自己的经验，完全可以转成他的那个假声，用假声开始那个中间的那个那唱部分。我认为他做对了。本来是有的是吧？有。今天突然间，对，可能就是有点不舒服不舒服。他赶紧进入了用了假声，用那个声音所以没有出现失误，这是应该有经验的歌手该做的事。怎么说呢？我们的口号就是比赛第一，不是友谊第一，比赛第2。好，我都比赛第2，友谊第一，比赛第2，永远在一起。所以我最后的选择是。İlliq uyga isil bezak, oltin uzukka yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr-qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga bag'ishlamoqda. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek.
Dilkarga el havaslanıp baqqandek. Dilkar. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tizlikda qaytib, qani ishim mehmonla desem, kola bulam shundaq bular, deb bulab hashab o'chganda. Yig'izni açsınız da mukafat chiqadi. Tartiq kola. Dada apa qaranglar mao sardan soğuq su olgi ichimligi. Soğuq su dedim o balam. Soğuq su içmey. Sudiya ayının kızıq çayını içeyli. Soğuq su emas, sardan soğuq su olgi ichimligi. Hay adam, bu bala halva ichimligi demdi nima? Yo'q, dada apa, bu Yanginur şirketi ishlab chiqargan soğuq su olgisidan ishlangan ichimlik. Sardan soğuq su algı içimligi Sayram Kölü'dün əvrişki elinğan Tianshan soğuq su algısıdın işlengen. Sardan soğuq su algı içimligi. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dilkar Nobeyji, Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Kuchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, barg'ancha yashirsiz. Dilkar Nobeyji. Taşkın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqımga madad. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salofat bo'lishi kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lishi kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lishi kerak. Pavidio erlar yurishdiki. Pavidio. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashang tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi. Narson，祝贺纳尔森，恭喜纳尔森！谢老师，祝贺你走进我们第3阶段。那么接下来可以下去准备了一下，可以。祝贺你。İlyas, İdiyacatın tayyorlik bada qildi bugün. Ha, shundami? Ya azsal. Bizniki hamma bolaning tayyorligi. Narson chiqib ketib qolsa-mu, qaysi to'yang这种感觉. O'xshash İlyaslar o'xshashmi shunday yaxshi tura oladi. Bo'ldi. Sal jiddiylashib qoldimmi Shabay? O'zim mayan qilib ashiliqi akordans bir to'g'ri topdim, lekin ma Narson mendan baldiq kirgan bo'lg'achqa men naqshini bir buzitib qolmay debla men ashad bir elishib ketib qoldim. Shunga kerak ehtiyot qilib qoldim. Mana aka İlyas baya akord o'rnini aniq tep bulanmaydi. Tep bulanmay nayt mikrofonni yaxshi kontrol qilib, bek kuchab ketmay naqshini buzib etmadi. Hamda ashini damal shu akordning o'rnini tep bulanmagan ahvolasida men yana shuni eğitim deb qalsa balkim Narsonning normal o'zining rolini joriy qilishga ta'sir etkazadi. Qarshi tarafdan ta'sir ko'rsatdi. Mana bu hamkorlik. Shunaq. Bu jihatda İlyasdan men xursand bo'ldim. Mana bu yaxshi san'at qilmoqchi bo'lgan, mushu kasbda bundan degan davomli yurmoqchi bo'lganlar cho'qim bo'lish tegishli bir xislatmiki deyman Abdulla aka. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Men u bawo. Jurang bugun ikki balamizda ikki xil
ish bo'libdi. Birisi akkordning o'rnini topolmagandan keyin yana var o'ri qilsa, tayye yo'lajak. 这个学生就是不要他了。yana shunda qilsa bu o'quvchida umid kutkili bo'lmaydi. Hayyoyiga jo'shi u o'tkazolmay xato chiqib ketishning oldini elib bo'sh aslidagi ovozdan ish bo'ldi. Men ko'rdim hammani. Ta'sir yetkazmadi asarning kutkiligiga. Endi ikkinchisi Narsunma shundoq. Asli Mo'ng'ul shivis qo'shilgan ekan naqshiga. Aşağı şundak keletken ben anlasam şundak keletken şunu talep kısam baki avaz. Dikkat kısanla başlap bulaplam alıkta çarşan ötüp getilik. Avaz gibi de anlamay. Bu tiyin hua. Anın kendinden şu anınga çarşan yötkü oldu. İşkilanlı akıllık balık yaslı. Sen mi bek yaman belen bala. Buldu. İlyas ameliyatı biz anlamakka nahit asan etkan akordun orunu tapamadım diyen bu söz. Ameliyatda haqiqatan qiyinlik darajasi bor bir ish bo'lishi mumkin. Bu xuddi teplarning tumur tapqiniga o'xshash. Bir o'rindan kirib, shu o'rinni tepib etishning o'zimi texnik talab qildi. Menimcha bundan keyin kasb hayotingizda ustozlarning yetaklashida cho'qim mushunda xalqlarda bemalol holda yengib keta oladigan, o'zingizning qobiliyatingizni namoyon qila oladigan bir holatga kela olasiz. Eng oxirida sizga 30 sekund vaqt beray. Minnatdorligingizni bildirishga to'g'ri kelsa va yurak so'zingiz bo'lsa anglab boqaylik. Oldi bilan Abdul ustozga rahmat. Ustoz kecha demay bizni ras haqiqatan yaxshi rep qilib bizni qanda kichik ilqi men gapim ish qilsa yo'q. Shu rahmat ustoz shu. Yana-chi? Shu o'tkilarga rahmat opamga. Rahmat aytma. Balamga rahmat aytma. Shundayman. Bo'ldi. İlyas, bugün nayet ko'ngillik bir yig'ilish bo'ldi. Bu yerda musobaqa emas, balki uchirish bo'lsin. Bu uchirishdan o'rgangan bo'laydi, o'zimizni yana bir qatam puxtulgan bo'laydi, o'zimizning tumurimizni tutib qanchalik so'qilganligini dansab baqqan bo'laydi. Texnik sahlarda sizni kutamiz, ko'rishgacha omon bo'ling. Marhamat. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz, shuna g'amime. İnsan degan hamon nima? Ko'ryapsiz adash? Paradiyo ipak yo'l sadosini ko'ryapman adash. Qaysi haftan ko'ryapsan? Izlash detaldan. Bu detalni tushirib olsang qara. Mush programmadan ipak yo'l sadosidan boshqa har xil yangi kinolar, ham tarjim filmlar, televiziya teatri, karton film, har qanday filmlarni ko'ra olaysan. Tushirib olasan. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali mayirlarga omad tilaydi. Tallat efendim Tallat efendim bilen Muradil Mehmet bir grup olsun. Ma'qul. Muradil Mehmet mu nayt ig'ir bo'lsak, naqshini o'zini tutib, o'zini to'xtatgan. Tallatni shunday. Oldin qatim bu tunji qarni aytdi-ku. Tallat mu hali evaznova ig'ir bir naqshini aytib chiqdi. Bu ikkalani bir grup qilaylik. Navbatda endi sahnaga chiqadigan o'quvchilarimiz Tallat Yasin, Muradil Muhammad. 大家好，我是穆拉丁梅赫梅提。Köpçülük yaxşımsızlar, men ismim Muradil Muhammad. 大家好，我叫塔莱提亚森。Köpçülük yaxşımsızlar, men ismim Talati Yasin. Men birinci aylanma musobaqa chiqqandan keyin, cho'ng opam musobaqamni ko'rgandan keyin nihoyatda ta'sirlik yig'lab ketdi-da, uyda ko'zi chiqib pek faxrlandi mendan. Bu qitim Muradil enim ikkimizga Abdulla ustozning 2005-yil aytgan sizni asladim degan naqsini bilib berdi. Meyli boriyim unutum, yine sizni asladim, yine sizni asladim, yine sizni asladim. Mishana akord to'xtasa. Mishana biz ishkanlarga shu akord bilib o'taylik mishana. Mishana kelgandan tortilib asldagi holatda bir sonli asos melodiya, yana bir sonli akord melodiya qilib ikki shombo qilib o'taylik mishana. Ikki yo'l qilib o'taylik. Bir ganjal to'xtasa. Mushnasini bir biz asliga bir ayrim alik pasaga qo'ydik. Yaxshi, yaxshi. Tallat puroqlar joyida ovozga kuch beraylik ovozga.
Men Ablat Ma'lumning gruppasiga kirgandan keyin o'zim nurg'un kamchiliklarning borligini his qildim. Bo'libmi ovoz chiqarish jihatim bo'lsin yoki ovozdagi kuch talab bo'lsin sahnaga chiqqandan keyinki. Endi naqshida bo'ldigan hissiyat jihatlardan bo'lsa menga nurg'un yordamlar qildi. Ilgari men hamda shu o'zimning kasbi akkordeon bo'lgandan keyin san'at maktabini shu kasbni bitirgan. Akkordeonda chelib aytish bu vaqtda hamda men bir qadar pishqan. Hamda sahnada turib mikrofon bilan naqsh aytish bu ikkisi ikki ishkan haqiqatan. Bu vaqtda menga yaxshi bir tajribalar bo'ldi. Men Talatqam deydigan yurak so'zim bo'lsa, keyin fursatlar bo'lamdi, bo'lmamdi men uni bilmayman. Shunga sahnada ikkimiz yaxshi hamkorlashib, bu naqshimizni yaxshi o'rlab tutsak bo'ldi. Tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan mahsulotlar har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb sifatlangan Xinjiang Payvideo xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamizning tajdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan e'lonsiz, suzuk va sarxil programmalar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qildi. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi G'olliq korxona Yashing tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi Tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari, shunaqla tortuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bunun boshqa programmamizga sarton olg'achish pasti qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangnur biopantexnika cheklanish shirkati alohida yordam berdi. Biz mana shu munosabat bilan programmamizni izchil turda qo'llab kelayotgan korxonalarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Asmanımda ay turub, yulduz sürülük çağnısa, bax seylige çığlısa, canım sizni əslidir. Asmanımda ay turub, yulduz sürülük çağnısa, bax seylige çığlısa, canım sizni əslədim. Ğunca içib yüzini, bulbul nava etkəndə, canğa aram yetkəndə, canım sizni əslədim. Ğunca içib yüzini, bulbul nava etkende, canğa aram yetkende, canım sizni əsledi, yana sizni əsledi. Aydın yoruk yüzünüz, tünden kara gözünüz. Aklım algan bu keçler, yana sizni əsledi. Aydın yoruk yüzünüz, tünden kara gözünüz. Aklım algan bu keçler, yana sizni əslədim. Məyin gəldi şamallar, tağdək bastı xiyallar. Meyli bariyim unuttum, yana sizni əslədim. Məyin gəldi şamallar, tağdək bastı xiyallar. Meyli bariyim unuttum,
yana sizni esladim mayli boring unutdim yana sizni esladim yana sizni esladim ey yana sizni esladim Көрмен dostlar yuqorida Taşqın gruppasining ikkinchi bosqich musobaqasi belgisida Talat bilan Murodilla ikki nafar mayirimiz o'zlarining yangroq ovoz bilan bir naqshini muvaffaqiyatli o'rinladi deb qaradi. Qundaqda bu naqsh haqiqatan muvaffaqiyatli tamomlandimi? Sahnada biz his qilmagan, ammo ustozlar bayqab olgan qanday ko'rinishlar bor. Qani birlikda ustozlarning tavsiyasini anglab boqayli, baholarga quloq solayli. Aygul muallim. Shu naqshanglisam, xamiyanlar ko'z oldimga kapli turdi ekan-ku. Ma Murodil aytgan vaqtda Murodildagi ovozdagi suzuklik, ma yo'ruqlik, ochiqlik talatda bo'lib qolsa manda deyman. Chunki talatdagi ma hissiyot, ifodalash, ma mikrofonlarni tangshash, ma sahnani egallash shunday yaxshi. Yoki talatdagi mushu hissiyot ma Murodilda bo'lib qolsa manda deyman. Murodilning anglayotimiz ovoz shunday go'zal, lekin ma chiroy ifoda, hissiyot obrazni ifodalab berish, ovozlarning har bir so'zlardagi mazmunni yetkazish jihatdan sal kamtiklik bor. Xo'sh. Endi talatniki ma hissiyotiga gap to'g'ri kelmaydi, lekin ovoz azroq charchash, yirib qilish baki. Tavsiyarim talat. Ayshigul muallim. Murodilla ish kichikda qildi. Men bu yil 20 yosh kirdim. Ha, kichikkansiz. 22 yosh kichikka. Kichik. Endi keyin kimni bilmaydi talatniki kasbi akordeon. Ha. Shunga kechasi kunduz akordeon bilan hayot o'tganda, uni akordeonni bek yaxshi chaldi. Bek obdan chaldi. Shunga avval muzikani ayrilmagan, uni ustiga bunda sahna bilan jiq uchrashgan. Shunga hissiyotga berilish fursati ko'p kim talatda. Demak, sizdan bugungi tavsiyangiz? Tavsiyarim talat. Talat efendim. Buludu, Mevlana efendim, sizdan tavsiyangiz? Mening nazarimda hamda set yoki chiroyli ovoz yo'q. Faqat hissiyotni qanday ifodalash bor. Men o'zimning shaxsiy zo'qlanish odatimga asoslanib turib, men talatni tavsiya qildim. Xursand bo'ldik, rahmat. Shin efendim. Mening tavsiyam talat. Xursand bo'ldik, rahmat sizga. Bosh ustoz Abdulla Abdurim efendim. Talat siz. Abdulla talat tavsiya. Shu gap mandaq, shu ustozlarning demoqchi bo'lganda, ma o'g'lim 20 yoshlik yigit, qaranglar, chiroyidan naqsh etayotgan holatidan qarab tursam, intayin astoydil va mas'uliyatchanlik bilan shu ikki qo'llab mikrofonni mishadan arimayapti. Sal buyon kelsa ilki chiqib qolgandek-ku. O'zingizning shu vaqtlaringizda eslay oldingizmi? Oy, bagazlab ketdim deyman. Shunda bo'ldi. Shunaq. O'rganish jarayoni boshlash shunda bo'ldi. Buning ma ro'yini rasmiy men tavsiya qilmay yosh bolalarga. Shunda astoydil boshlaganda, uning keyin xotirjam aytadigan bo'ldi. Ma tavsiya yoshlarga berilgan tavsiya. Lekin Abdulat muallimga berilgan tavsiya emas. Yo'q. Men buning ro'yini o'rganishga tavsiya qilyapman. Taxman rasmiy tavsiya qilmadim. Shu agar beshida bundan olib ketib qolsa, men bek usta o'xshayman debchi. Aha. Keyin unda qil bo'lmaydi. Keyin taxmin tugilib qoldigan ish chiqadi. Shunga ma o'g'limning shu ro'yidan naqshi o'rganish yo'liga qadam qo'ygan yosh bolalarni o'rgansa bo'ldiki, bu astoydil ekan, mas'uliyatchan ekan deb shundoq nim qildim. Ondan ovozim muqim qara. Qechib ketgan ish yo'q. Nayta siliq sifoylik bilan, ehtiyotchanlik bilan aytib tugatdi. Endi bu talatni men bek tushunaman, o'zimni tushungandek. Chunki u enim davomli men bilan birga yuradigan bir muzikant enim. Naqshinimi nayta bek yaxshi ko'rdi. Bugun men cho'ng ekranda qarasam, bumi jiddiylashdi. Eg'ir jiddiylashing bor.
Agar u jiddiyleşmegen ahvol ostida bizga texmi o'zining yorqin taraflarini ifodalab beroladi. Hamda men bugun ma'vo 20 yoshli o'g'limni tavsiya qilaman. Sen bo'ldi. Undaqda oxirda tanlash qarorini Ablat efendimden alaylı merhamet. Ustozlar nayt yaxshi talab fikrlarni o'tirg'i qo'ydi, yaxshi maslahat, yaxshi tavsiyalarni dedi. Ustozlarga rahmat. Hamda haqiqatan Mevlan enim degandek, Mevlam olim degandek, mening nazarimda ovozningki yaxshi yomon sifatiga men bak qaramay shu yurakka tekkizishni bak asosiy o'rin qo'ymanchi. Naqsha tam bilan yurakka tegish kerak. Albatta, shu tam bilan yurakka tekkizadigan shu did, shu tam ba odamda yaxshi sharoitli ovoz bo'lsa, taxmin yaxshi. Lekin yaxshi ovoz sharoiti bo'lib, tam bo'lmasa, ya'ni u bir quruq ovoz bo'lib qolishi mumkin. Shu nuqtadan mening ko'z qarashim shunday edi. Amaliyotda Talatninki ovozi mayli so'rindi bo'lsin, mayli yaqinqi shu ish xizmatlardan bo'lsin, biroz eg'ir charchash bor. Bir tishi og'rib, yaqinda saqayib degandek, ayta avaylab shu aran ba ovozni o'zining diti bilan, tajribasi bilan, hissiyat bilan yo'gab yurib, meni o'qib tugatdi. Yani aşınandımı yani şu o'qituvchilarning ko'pincha Talatni tavsiya qilganda bu bir tajriba yani bu yerda o'zining rolini ko'rsatyapti. Ammo Mirodildagi ustoz shogird bo'libdiq, yeshin so'rab boqmabdimi? Qarsam ustamni cho'ng, sanada turishimiz 20 yoshli bolalar emas, xalqal odamlar jiddiylashganchilik jiddiylaştı, uncha emas, men yeshig'i vaqandichu. O'zim naqsha etishni biladi. Men bu 20 yoshli o'g'lim bilan tang va o'g'limdimi taxi 1 yosh kichik bo'lgan. Bu Mirodil bilan biz yana davomli birga, Talat bilan davomli birga. Bugun sizdan tanlışınız? Oxirgi tanlışım İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr-qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent hukukuğa ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlağı tavsiye kılman. Sertan tişni çiğnetiş üçündür. Her günü keç seher tan kolumuzda var Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqanları. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tizlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desem, kola bulam shundaq bular. Deb bo'lib hashab o'chganda. Yig'izni açsanız da bu kapat çıkıdı. Tartık kola. Acayip, pakiz tuygu. Pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suv bor joyda pokizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. İzdaş aptitaldagi filmlar ilansız, süzük, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdaş tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir hisoblangan. Aqliy iqtidorlik.
izlash kirgizgich qo'laylik va ko'p iqtidorlik tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Sizni qutlaymiz. Yani keyingi bosqichlarda sizni ko'rishni orzu qilamiz. Marhamat. Muradil. Hech qisi yo'q, ha? Hech qisi yo'q. Men 20 yosh vaqtimda bunday sahnalarga chiqishni o'ylabmi baxmagan. Garchi bizning kasbimiz bir bo'lmasa-mu, ammo talaydi ekansizlar. 20 yoshinglarda mushu sahna mushundaq bir-biridan o'tvar ustozlar bilan tanish imtiyozi barliq kapti. Biz eng oldi bilan vatanimizga, partiyaga ham shundaqla bizga mushundaq sahnalarni yaratib berayotgan Ürümçi radyo televiziya stansiya va yoki Bo'g'ra madaniyat taqit sherkitiga o'xshash mushundaq o'rinlarga albatta rahmat etamiz. Sizning jasoratingizga rahmat etqim keldi. G'ayratli ekansiz. Bu 20 yoshda sahnaga chiqa olganligim mening eng zo'r xo'shalligim, men baxtim deb o'ylasam bo'ldi. Undan keyin mening ustozim bo'lgan, mening qalb to'rimdagi eng cho'ng ustozim Ablat Ma'lumga intayin cho'ng hurmatim bildirman. Rahmat ustoz sizga. Undan keyin meni beqib cho'ng qilgan uydagilarga bo'libmi cho'ng onamga bak cho'ng rahmatim bildirman. Bu shu musobaqa boshlanib toki hozirgacha meni qo'llab kelayotgan butun do'stlarimga, aloqalarimga intayin cho'ng rahmatim bildirman. Rahmat. Rahmat. Amaliyotda 20 yosh mezgilda aloqalardan bahasi bu shu bolaga nisbatan bak cho'ng madad ilhom hisoblandi. Shu aloqalaringizga bugun garchi natija bak siz kutgandek bo'lmasa-mu, ammo sahnada siz uchun ayt go'zal so'zlarning aytilganligini yetkazib qo'yishni unutmang. Do'stlaringizga ham salom ayting. Juma, qani marhamat. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz shuna g'amima. İnsan degan hamon Yaraqlar qandaroq aka? Yaxshi, yaxshi. Onda bo'lsa mashqimizni boshlashdan burun tartiqning qo'llari bilan bir kayfiyatni ko'tarib o'tamiz. Bo'ldi. Tartiqma bu. Ma'qul. Bir o'tlayli. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartiq yurishlik qo'lalari mayirlarimizga omad tilaydi. Yana bir Qaysar varmayadi. Tojik o'g'li Qaysar G'ulomat. Bu balamiz bilan biz Abdurahim Jilanni bir guruh qilaylik. Ma'qul. Bu ikkisiniki o'ziniki bir o'rtaq bo'lgan bir xarakter xosligini tepib, naqshini obdan joyiga keltirib bir taqsim qilib ketsak, bu ikkisimi bir yerga kelib ketadi. Bular ig'roq naqshdan bilib. Navbatda sahnamizda bo'ladigini Qaysar G'ulomat bilan Abdurahim Jilan. Dajaha Hoca Qaysarjan G'ulomatdi. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Mening ismim Qaysar G'ulomat. Dajaha, 我是 Abdurrahim Jilili. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Abdurrahim Jilili bo'laman. Bu qitimqi İpek Yo'l Sadasi programmasi televizorda qo'yilgandan keyin birinchidan ota-onamdan urug' tuqqanlarning inkasi nihoyat yaxshi bo'ldi. Nihoyat yaxshi inkaslarga erishdim. Ham shundaqla atrofimdagi do'stlarimni to'lim suyundi, bexush bo'ldi va adash yaraysa, sen qila olding, cho'qim, ya'ni bundan yaxshi qilaysan degan shundaq rag'bat so'zlari bo'ldi. Kasbiy jihatda bizning yetarasizliklarimiz nihoyat ko'pkan. Ablat Ma'lum zerikmay, tirikmay bizga naqshida puroq, ovoz chiqarish qatorliq nurg'un bilimlarni berdi. Men nihoyat suyundim. Abdurahim Jilil akamizga deydiganim, mayli qaysimiz tanlansak,
Biz faqat mush naqshini mush programmada yaxshi aytib, ustozning degan yerdan chiqib o'zimizning eng yaxshi tarafimizni namoyon qilib tushib ketsak, biz uchun g'albi shu deb qarayman. Qaysar hukam sen g'ayrat qil, tang tirishli. Birinci bo'lgan mayrimizga Şinjan Pavideo Xalqaro savdo cheklik şirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobilni tartib qiladi. Albatta mukofotlarimiz intayin qaltis. İkinci bo'lgan mayirimizni Şinjan Bilikyar Elektron Fan Texnika cheklik şirkati izdash abditali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. G'ayrat qilinglar. 3-darajalik mukofotga erishgan mayirni Şinjan Yashin tibbiy dorigarlik cheklik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4-darajalik mukofotga erishgan mayirni Bejan Tashqin Xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. Albatta yana 5-chi bo'lgan mayirimizga ko'ngil so'g'ilirimiz bor. U bo'lsa Şinjan Yangnur Biofan Texnika cheklik şirkati 5-chi bo'lgan mayirimizni 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Şunlaşqı mayirlarimizning mana shu katta imtiyozlarga erish uchun yana davomli turda tirishchilik ko'rsatishini, eng yaxshi mahoratini, eng qaltis holatini bu nurliq sahnamizda namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Üstang boyida sakladım seni, yüzünü görmey sığındım seni. Üstang boyida sakladım seni, yüzünü görmey sevdim seni. Kara kaşlı güzel yarim, aşkında ezilse meyleteceğim. Kara kaşlı güzel yarim, aşkında zilse meyletti dilim. Üstang boyida sakladım seni, Üzünü görmey sevdim seni. Üstang boyida sakladım seni, yüzünü görmey sevdim seni. Ayga qarab nakşa etsam, küylürümde yüreklerim köyüvatıdı. Ayga qarab nakşa etsam, küylürümde yüreklerim köyüvatıdı.
Nakşa etsem Küylerimde yüreklerim Küyüvatıdı Ayga qarab Nakşa etsem Küylerimde yüreklerim Küyüvatıdı Küylerimde yüreklerim Küyüvatıdı Küyüvatıdı Ekrandaki aziz görmənlər naq meydandakı bağlıqçı ustazlar. Ushbu damlarda diqqətinizdə bulatqını 5-ci qarar Pəvidiyo İpək Yolu Sadası proqramısının 2-ci basqıçı bəyga. Hazır sizlərning diqqət etibarınızda bulatqını Taşqın qrupsidagi mayırlarning keskin raqabati. Mana bu bəygida hazır bizning bu ikki tulparimiz sahnaga chiqdi. Bularga nisbatan ustozlarimiz zodi qandaq mayilligini, qoyilligini bildirdi. Kimni tavsiya qildi? Bu bizga noma'lum. Undaqda oldi bilan sizlarga bo'lgan tavsiyalarni ustozimiz Aygul muallimdan anglab baqaydi. Mening tavsiyalarim Qaysar. Rahmat muallim, xursand bo'ldik. Aygul muallim, undaqda sizning tavsiyangiz? Abdurimjon. Abdurimjon. Undaqda Mevlana efendim. Manga bergan ta'siri, Qaysarga bergan ta'siri, yuqoriga olib chiqqan qismlarda xili yomon emas chiqqan bir narsa bor, lekin buzib qo'ygan ham bor. Ya'ni normaldan xili yaxshi ashurgan ham bor. Normaldan tuvanga tushib ketgan qismlarim bor. Abdurimjonning ifodasi asosan turaqliq. Shunda bo'lganda men moyilligimni Abdurimjonga bildiraman. Rahmat. Xursand bo'ldik. Shin muallim. Abdurimjon. 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 Keskinlik bilan ustozisini. Undaqda Abdulla ustozning yana ikki yig'i so'z va'da qildi. Shundan keyin tavsiyasini olaydi. Hamda Abdulat muallimning ma ikki balasining seviyesi o'xshashga. Birisi nihoyatda vaznlik, temkin, mas'uliyatchanlik bilan buzib qo'ymay deb shu pete ketyotdi. Bu ijodchanligimni bir joriy qildiray deb kuchayotdi. Yu bir yerlarda shu joyi qaytib kelamay qolgan yerlarni deysanmi sen? To'g'ri, ijodchanlik bo'lish kerak. Agar mushu ijodchanlikni qara, biz mashqda ko'proq o'zimizda shu mush alaylikni foqiy qilib ko'proq mashq qilib olsak qaytib tusha olamiz ega. Rahmat ustoz. Mashq kam bo'lib qolgandan keyin naq kuni tayshanjen degandeklicha unda qilsak bo'lmaydi. Sen mushini mashq qilding-ku, mana bizga ifodalading-ku, ijodchanlikda oshirib urinlayma, hissiyotlarimni to'liq joriy qildirma degan narsani mashq qilish kerak. Rahmat ustoz. Buni yolg'iz sana demedim. Bütün o'quvchilar anglasa bo'ladigan gap. Har qanday bir yangilikni biz pishirib, uning kendan haqqa taqdim qilishimiz kerak. Bo'ladi. Chunki bu san'at. Biz san'atga mas'ul bo'lishimiz kerak. Hammamiz kishilarga san'at orqali energiya tarqatadigan odamlar. Rahmat. Rahmat ustoz. Tavsiya kelganda men Qaysar G'ulamat uning o'tgan tezlik ishkilanni aytib cho'ng Erboblarga xos qismga. Haqiqatan tayyorlik intayin muhim. Puxta tayyorlik bo'lganda sahnada jiddiylik ko'rilmaydi. O'zimiz o'ylagandan yaxshi bir holatni namoyon qila olishimiz mumkin. Tavsiya u hammani tavsiya, biroq qaror balkim yana davomli Abdulat ustozning o'ylamagan baho so'zlar bilan birikib bizni hayron qoldirishi mumkin. Abdulat ustoz, bularning bugungi ifodasiga, pozitsiyasiga va yoki sahnadagi qiyofatiga siz qanday bir baho bersiz-kin? Eng oxirida kimni tanlab qolsiz-kin anglab baqaydi. Bu iliqi bu ustozlarmi yaxshi ustozlar mayli qaysi mayirlarim bo'lsin berayotgan fikr tavsiyalarini nihoyatda joyida rost haqiqiy dal shundoq yaxshi bo'lyapti. Qaysarniki oldingi bosqichliq ifodasi nihoyatda alayda. Hammamizningki esida qolgan bo'lsa nihoyatda alayda. Tojik xalqining bir naqsini o'rlagan deydi. Ijodchanlik yaxshi ish. Buningga qat'iy so'q so'z etmaymiz. Ijodchanlik bo'lmasa, yangilik taraqqiyot bo'lmaydi. Ammo ijodchanlik deb buzib qo'ysak taqi bu bo'lmaydi. Endi ijodchanlik bo'lmasa buzmay, turaqliq, muqim holatda
Aşı naqşının öz halatını buzma icra qilish jihatda hamda shu Abdurrahimjon bir qadar alaydirek bo'lib shunaq ifodani qilyapti. Ammo ko'nglimdagi gap hamda meningki boshqa guruhdagi mahirlarimningki ifodasiga qaraganda bu ikki o'quvchimningki bugungi holatidan boshqalaridek undaq bir hayajonlanib to'liq rozi bo'lib ketolmay qoldim. Ammo yanala ikkisidan birini cho'qim tanlash kerak, shundaymi? Qo'linglarni bersanglar. Sizning eng oxirgi qaroringiz? Mening eng oxirgi qarorim Abdurrahimjon. Mübarek olsun Abdurrahimjon. Sizdan muvaffaqiyatli 3-chi bosqich qadam qo'yganligingizni tabriklaymiz. Tayyorliklaringiz texnik puxta olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Rahmat. Qani, aram ağaç tayyorlik qiling. Qaysar. Menimcha siz yana izchil turmush qizg'inligingizni so'zlashtirib qo'ymisingsizlar. Cho'qim texmi yaxshi holatlarga yetib bora olasiz. Bugungi yurak so'zingizni anglaydi. Men sahnaga chiqishdan burunmi iddiyarimda tayyorlik ko'rib qo'ygan. Albatta ustozimga rahmat aytaman. Ustozim ko'rsammi jiddiylik bitadigan qo'ydim. Shu mashqdimi? Shunda sirtlarda mashq qilganda yaxshi. Ustozning oldiga kelganda bir shu hayajonlanish bor. O'zim kasbiy ovoz ilmi jihatdan, musiqa ilmi jihatdan qat'iy nol saviya deganlik shundoq bir saviyarim bo'lmag'achqa shu jihatdami yana o'zimdagi shu bo'lgan ortiqchilikni ustoz qizib izlab tepib ukam men yana bunday qilamiz, bu yana bunday qilamiz degachga men yana qo'limdan kelishcha qilib baxtim yo'q, lekin ustozning degan yerga boyag'i yetkazolmaganligimdan ustozning tuvanchilik bilan kechirim so'rayman. Rahmat sizga. Rahmat. Hozir Qaysarniki bu sahna degan mushu gapi mushu mashq jarayonida bo'landi-chu. Mali men rost sizni ko'rsamlam uqmayman shundoq bir jiddiylik bor. Bumi balkim haddidan ziyod menga bo'lgan bir hurmatdir balkim. Shunga meningki bu qarorimda bayqi. Mushu meni ko'rsa jiddiylashadigan, meni ko'rsa o'zining haqiqiy ahvolini aynan ifodalayolmaydigan mush holatini men buning bilan ko'proq uchrashib, ko'proq bir bo'lib, ko'proq oldimda naqsh etkazib, mush holatini men o'ngisham. Rahmat ustoz. Bo'ldi Qaysar. O'zimizga jang e'lon qilishni o'rganishimiz kerak. Xuddi men sizga o'xshash navbatda sahnada o'tirgan har bir ustozni ajoyib katta hurmatlayman. Biroq dadillik bu ayrim. Kasbingizga yuztirani holda yuzlanishni o'rganing. O'zingizning eng yaxshi tarafingizni namoyon qilish orqali o'zingiz eng hurmat qilgan kishilarga eng yorqin tarafingizni namoyon qilishni hargiz unutmang. Rahmat. Sizga omad tilaymiz. Ustozlar bilan qo'shilishdan marhamat. İnsan degan hamon nima? Köklaymiz şuna demeyime. İpek yolu sadası, sevginin yok cinası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok cinası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok cinası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok sigrası. Hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası. Karvan varisi aman yeter dileke. İpek yolu sadası,
Süygünün yok civrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok civrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası